Dadam to'g'ri debdikan, meyib bo'lganga ko'nglimni yerim qilma deb. Hey şaksik. Ayağılamtan. Bu yıl yanqısılar bakaltız. Ha, rostili qoltiskan, ammo mening bir putim tug'ilishimda meyib. Bunun karaytışaqlıq. Bu dünyada mükemmel adam yok. Bəzilərimizin qolu meyib, bəzilərimizin putu meyib. Yeni bəzilərinin aqli yoki vicdanı meyib. Kaşki vicdanlarımız meyib bo'lguncha, putlarimiz meyib bo'lsin. Neymiş qundaq bo'ladi efendim? Men tushunamadim. Tolumu addi. Eğer biz vicdanımız, mehrimiz yok olsa, biz yaxşı adam bulalmayız. Ama putlarımız, kollarımız yok olsa, o hiç gap emas. Biz yanala yaxşı adam bulalaymiz. Sen ko'rgan oyoq sana bek yarışdı. Kiyip ko'rib baqansan. Oyoqning ustida 120 yuan deb yozilibdi. Men uni mumkin emas ololmayman. Avval do'konga marhamat qilib sinab baqa, sinab baqqanga pul olinmaydi. So'g'ansa, abida aytcha. Menda rostili pul yo'q. Baha tushirish mezgilini sen uchun oldiq surayli. Bundaq bo'lganda 60 yuan bo'ladi. Sen faqat bir payını alasan. U chaqda 30 yuan bo'ladi. Undaq bo'lsa, yana bir payni hech nim qil bo'lmaydi. Uni kim oladi? Unimi sol puti kemtik bo'lgan bir balga sotaman. Sen ensirma. Uning ustiga sen o'quvchi, shundaqmi? Ha, 3-yillik chiqdim. Mana bo'ldi-ku. O'quvchilarga 20 yuan e'tibor qilindi. Demak 10 yuan qoldi. Bu mo bozorning haqqi hisoblandi. Al, bu oyoq sening bo'ldi. Sotdim, ket. Mening setish ishim tugidi. Endi bu oyoqni menga setib bersang, men pek xo'sh bo'ladi. Chaqchaq qilyapsiz, tog'a. Bu oyog'imning topini teshilib ketayin deb qoldi. Bu eski oyoq qandoqmi? Pulga yarıson. Sen bek jahil ekansan, adash. Asari atiqa degan gapni tushunamsa, qancha kon bo'lgan siri shuncha pulga yaraydi. Meningcha bu oyoq eng az deganda 40-50 yuan yaraydi. Meningcha 20 yuan yetarli. Baho tushirish mezgili degan to'g'ri bu. Dadam to'g'ri debdikan, meyib bo'lganga ko'nglimni yerim qilma deb. Qirg'oqda tushini allaylar qiyin. Har turlik hayotga mahkum har bir jon. Shundimu yashsang yashnaydi arman, ishongin bir kuni topsan darman. Qimmating qadriga o'zing bo'l jonon.